Ну что, qizlar, наконец-то maraton sumkamni yig'ib oldim. Kelinglar sizlar bilan birga obzor qilamiz. Roadblock'ga shunaqa kichkina sumka. Bola uchun одноразовый пеленка, aptekadan одноразовый пеленка и pampers. Roadblock uchun menga bitta sorochka, bola uchun ikkita komplekt и bitta nosochka oldim. Bolani o'ragani shunaqa kichkina plet oldim. Ну и дальше уже katta sumkaga o'tdik. O'zim uchun shunaqa qizil tapochka oldim. Qizil rangni rosa yaxshi ko'raman. После родовой трусик olmadim, shunaqa kotex прокладка oldim. Bolamga Huggies Elite Soft нулевой размериdan oldim. Обязательно вкладыши для груди oldim на всякий случай. Влажный салфетка oldim, hozircha bitta и, конечно же, сухой oldim, просто ko'rsatish esimdan chiqib qolibdi. Bolam uchun havo o'tkazmaydigan plet oldim. Одноразовый полотенчикlar oldim, ichida 10 ta bo'ladi. Bolaga 3 ta komplekt kiyim oldim. Buni ichida esa kokon и havo o'tkazadigan pelyonka. На всякий случай shunaqa soska oldim. O'zimga bitta komplekt для кормящих pijama, ikkinchi komplekt и uchinchi komplekt. Ну и qolgan yetmagan narsalarni menga olib kelib berishadi.